Zulhijja oyi qachondan boshlanadi? Bu yil inshaalloh Zulhijja oyi 18-maydan boshlanadi. Oyda bir o'zgarish bo'lmasa, nasib qilsa 18-may Zulhijjani birinchi kuni bo'ladi. Zulhijjani 10 kunligi ayniqsa yilning eng yaxshi kunlari hisoblanadi. Mutlaq dunyoning eng yaxshi kunlari. Bu haqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'plab hadislarda xabar berganlar. Alloh taoloning eng yaxshi ko'rgan kunlari bular. Qancha solih amal qilsak, Alloh taolo qabul qiladigan kunlar. Haqiqiy mavsum, haqiqiy sezon bu kunlar. Shunga harakat qilaylik. Bu kunda qilinadigan asosiy ibodatlar, farz namozlari, farz ibodatlar va keyingisi bu kunda 9 kunida hajda bo'lmaganlarga roza tutishlik sunnat hisoblanadi. Sadaqalar, Qur'on tilovatlari, silai rahim, Alloh taoloning zikr qilishlik, butun solih amallar nimaiki bo'lsa, bu kunlarda oladigan ajrimiz boshqa hech qaysi kunlarga teng kelmaydi. Shuning uchun bel bog'laydigan, astoydil harakat qiladigan payt Alloh taolo hammamizni muvaffaq qilsin. Alloh taolo hammalarimizni gunohlarimizni kechirsin.